Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida ishtirok etgan podpischilarimiz bugun 18-aprel 2025-yil sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz. Ko'pchilik obunachilarimiz kredit amaliyoti nasiya savdo varianti asosida chiqariladigan mashinalarni reklama et deb aytadi. Shuning uchun sizlarning talablaringizga binoan Cobalt'imiz bor sotuvda 2021-yil kuzovlari 22 o'tgan, kraskalari 100% rodnoy, hech yerda kamchiligi, defekti, chizilgan yerlari yo'q. 4 dona yumshoq bo'lgan uстановка qilingan mashinamizda. Keyin obezlari, maytafollari bor, eng full varianti va yana bir qiziqarli yeri bu mashinamiz zavodskiy o'zi ham podogrefmi, abogrefmi, xullas sidina qizdiradigan narsadan ishlab chiqarilgan. Yana obsipka holatlari zo'r. 97 ming yurgan, bir qo'l hisob ma'lumot olib berilgan. Sidina qizdiraduvlari avtomat korobkada, metallari 4-pokoleniya, sidina chexol, semdi polich. Xullas mashina olgandan keyin hech qanday rasxod etmaysizlar. Mashinamizning narxini keladigan bo'lsak, obunachilarimiz naq bilan xarid etaman desangizlar 133 million so'mdan kelishsak bo'ladi. Keyin nasiya savdo varianti asosida olaman degan mijozlarimiz uchun boshlang'ichida kamida 40 million so'm bersangizlar, qolganini 1 yildan 2 yilgacha nasiya savdo varianti asosida kelishsak bo'ladi. Keyin nasiya savdo bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangizlar, shu yerda Gullan yo'lda ofisimiz joylashgan. Avtosalonga kelsangizlar, mashinani ko'rib, egalar o'zlari bilan gaplashib, xarid etib olsangizlar bo'ladi. Telefonda hech qanday nasiya savdo varianti haqida ma'lumot berib bilmaymiz. Sababi grafikini, boshqasini egasini o'zlari bilan kelishib, gaplashib olasizlar. Keyin kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar, like bossangiz esdan chiqmasin. Sizlar endi ikkilamchi kredit etib olaman degan obunachilarimizdan bo'ladi barabar. Shular uchun variantimizni aytib o'tchakman. Boshlang'ichini qaranglar, 3 million 700 ming so'm pul berasizlar va 3 million 700 ming so'm. Keyin notarius gai xarajatlari отдельный, общий hamma dokumentini 11 million so'mlar bilan ponni bitirib beramiz. Qiziquvchilar uchun oylik to'lovlari 4 million so'mdan chiqadi 5 yilga. Bemalol yana kelasizlar, mashina faqatgina yana hech qanday xarajati yo'q. Pulini to'laysizlar, xohlasangizlar naqd, xohlasangizlar nasiya savdo, xohlasangizlar ikkilamchi avtokredit, xohlasangizlar Cobalt'dan past bo'limi, baland bo'limi pokoleniya mashinalar bo'ladigan bo'lsa, barter varianti asosida ham kelishib, xarid etib olsangizlar bo'ladi bu mashinamizni. Esa hammalaringizdan podpischilik kutib qolamiz. Like, komment, podpiskani ayamaysizlar. Bizda har xil turdagi mashinalar bor. Yana oqshom reklama qilamizdan mashinamiz ozroq edi. Sotuvga yana mashinalarimiz keldi. Sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, bemalol avtosalonga kelasizlar. Zo'r narxlarda iloji boricha tezroq sotib berishga harakat etamiz. Hammalaringizni kutib qolamiz.